Mana shu sizlarga va'da qilganimizdek Davronbek bilan Davronbek biratishga shu yerda mana. Salom yo'llab qo'ying endi bizni. Assalomu alaykum. Oz bo'lsa ham obunachilarimizga. Nodirbek akam ashaddiy muxlislari. Mana Ko'li Qubbon degan joyga ming mashaqqat bilan, lekin bir rohatga yetib keldik. Mana Xudoga shukr. Ko'rdik. Garchi suvi yo'q bo'lsa ham hali yozda suv to'ladi bu yerga. Bu tog'larda qorlar ko'ryapsizlar. Juda erib tushadi. Asosan suv mana ma'dan tushar ekanda. Bundan, bu narigindan, mana bu tomondan tushib, aka to'ldirishadi. Mana shu joy Ko'li Qubbon degan joy ekan. Davronbek shunaqa mana hozir suv yo'q ekan. Sizlarga endi yaxshi niyatda chiqib ko'rsatamiz deb harakat qildik. Afsus. Chiqdik-ku, suv yo'q joylar ekan. Suv yo'q ekan hozircha. Albatta yozda sizlar bilan birga kelamiz, dam olamiz. Mana shu Ko'li Qubbonni mana shu nima deydi, mana shu suvlarida qayiqlarda suzamiz kerak bo'lsa, katamaralarda mana shunaqa ko'ring, mana layliklar. O'toqlarda xudo xolasa oshlarni qilib, pirojlar qilib dam olib ketamiz degan umiddamiz. Albatta bizni kuzatishda davom eting. Bu endi boshlanishi, hali juda ham chiroyli manzaralar, juda ham chiroyli joylar. Xolasa inshaalloh kelamiz. Ko'rib o'zlaring bir madaniy hordiq chiqasizlar degan umidda biz. Mana shu Ko'li Qubbon ekan, hozircha suv yo'q. Bizni kuzatishda davom eting. Hammalaringga rahmat. Mana o'tov. Sog' salomat. Biz endi mana shu bugungi sayrimizni xudo xolasa mana yakunladik, oxiriga yetdik. Xudo xolasa inshaalloh keyingi sayrlarimizda, keyingi mana shu kelganlarimizda albatta birga kelamiz degan umiddamiz obunachilarimiz bilan. Shartini aytib o'tganman. Bizga bitta like bosib obuna bo'lasiz, telefon raqamingizni qoldirasiz. Yo'l kirasi, olib kelishi mehmonxonamiz bor, gastnitsa bepul. Yeb-ichishi o'zingizdan bo'ladi. Albatta hammalaringga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Biz hamisha mana shu tog'lar bag'rida, Ko'li Qubbonda, Shohmardonlarda sizlar bilan birgamiz.